Artur ertalabdan boshlig'ining yoniga keldi. U ishdan bo'shash haqidagi arizani stol ustiga qo'ydi. Boshlig'i esa jim qarab turib dedi: "Sababi nima?" Artur biroz o'ylanib javob berdi: "Men kollektorda 7J sektorida nimanidir ko'rdim." "Nimani ko'rding?" "G'umbaklar. Ichkariga kirgan paytim u yer kapalak g'umbaklariga to'lib yotgan edi. Ular nafas olardi va u yerda yana nimadir ham bor edi. O'sha maxluq menga qarab turardi. Uning ko'zlari qip-qizil va qo'rqinchli edi." Xeyl unga bir soniya tikilib turib, kresloga suyangancha baland ovozda kula boshladi. "Sen bu yerda 3 yildan beri ishlaysan va endi bu yerda maxluqlar yashaydi deb o'ylayapsanmi? Lekin men rostdan ham ko'rdim. Sen kalamushlarni ko'rgansan va charchaganga o'xshayapsan. Quloq sol, biroz tanaffus qil, uxlab ol va ishni tugat. 7-sektordagi ventilyatsiya ishlamayapti." U stol tortmasini ochdi va konvert chiqardi. Ichida pul bor edi. Uni Arturning yoniga qo'ydi. "Bu sen uchun bonus 5000. Pastga tushasan, shaxtalarni tekshirasan va tuzatasan. Keyin esa men arizangni imzolayman." Artur pulga qaradi. U xuddi 3 oylik ish haqqi kabi edi. Qarzlarini yopishi mumkin. Onasiga ham yordam beradi. "Men roziman. Ishni bugun tugataman. Juda soz." Xeyl shunday dedi va yana hujjatlarga qaytdi. "Bu masalani yopamiz. Qani ishingni tugat." Birozdan so'ng Artur kollektorga tushdi. Tonnel jimjit edi. Haddan tashqari jimjit. Burilishdagi panjara hali ham olinib, devorga suyab qo'yilgan edi. U ichkariga qaradi. G'umbaklar u yerda yo'q edi. Faqat bo'sh qobiqlar burishgan, yorilgan, pol bo'ylab sochilib yotgan edi. "Oh, ular ketibdi." U ventilyator oldiga keldi. Bu yerda birozgina g'umbak u yerga tiqilib qolgan ekan. Birdaniga ventilyatsiya g'uvillab ishlab ketdi. Artur pastga tushdi va shu payt g'ichirlash ovozlarini eshitdi. U chiroqni yoqib tepaga ko'tardi. Devorlar, pol, shift, bu yerdagi hamma joy kulrang jonzotlar bilan to'lib ketgan edi. Ular allaqachon g'umbakdan yorib chiqqandi. Artur ortga yurdi, lekin qochadigan joy qolmagandi. Bu yerga ikkinchi marta qaytib kelib, Artur o'zi bilmagan holda maxluqlar uchun ajoyib o'ljaga aylandi. Uning bonusi esa kollektorda yer ostidan 20 metr chuqurlikda qolib ketdi. Xeyl esa kabinada o'tirib monitorga qarab turardi. 7J sektordagi ventilyatsiya datchiklari me'yorni ko'rsatayotgan edi. Harorat, namlik, bosim hammasi joyida. U bosh irg'idi va Arturning arizasini olib imzoladi. "Oho, video zo'r chiqibdi. Horror admin kanaliga obuna bo'lib qo'y."